Kichik biznes uyushmasi korteji Samarqandga yetib keldi. Akalarimiz tadbirkorlar charchoq bo'lmadimi akalar? Rahmat, yaxshi kelyapmiz. Hammasi zo'r, kayfiyat yaxshi. Akalar uchalaringiz endi tanishlaringiz, a? O'zi kichik biznes uyushmasining asosiy vazifalaridan biri bu tadbirkorlarni o'zaro tanishtirish. Agar akam bularni tanisa, logistika yo'nalishida qanaqadir do'stlaringiz ishlamoqchi bo'lsa, bularni taklif qilasiz. Qancha tanishingiz, qancha ko'p sizni odam tanisa, qancha ko'p tadbirkorlar tanishingiz bo'lsa, shuncha siz savdoyingiz oshadi. Xudo xolasa Afg'onistonga boramiz va u joyda ham sizlar o'zlaringizga yaxshi, yaqin hamkorlar topasizlar degan umiddamiz. Bozorni o'rganamiz albatta. Aka, nima kutyapsiz o'zingiz, shaxsan o'zingiz? Albatta yangi hamkorlar, yangiliklar o'rganish niyatim. Qo'rquv bormi? Hayajon bor hozirroq. Hayajon bor. Hayajon bor chunki baribir yot o'lkamiz uchun bo'ladi. Shunaqa bo'lib turadi. Aka, sizdachi hayajon bormi? Yo'q deyapti. Yo'q. Do'stlaringizga aytdingizmi Afg'onistonga ketyapman? Hech kim. Yo'q. Sizdachi aka? hayajon yo'q, hayajon uyga tashlab keldik. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa bizni kuzatinglar. Kichik biznes uyushmasiga obuna bo'lib qo'yinglar.